Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, vatandoshlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Bugungi kunlar xayrli bo'lsin, iymonga boy bo'lsin. Hammani olgani dollar bo'lsin. Bugun katagimiz uzunligi 2 metr bo'ldi. Ot 70 cm bo'lib qo'ydik. Bo'g'ib turib, bag'i 140 cm joyi mekin bo'ladi, 160 joyi o'xshi bo'ladi. Ag'i bitta kurk to'qqami kaklik solib qo'yasizmi, bedana solib qo'ysami? Bedanaga nimalik qiladi, endi eshigi kattalik qiladi. Kaklik. Endi qandaydir hayvonlar solib ajratib boqsa bo'ladi demoqchiman. To'g'ri urush qolsa. Katagimiz uzunligi 2 metr bo'ldi, shuni bo'ldik. Karmoshkalari ham chiqadi, xudo xolasa baqa tashqariga mana. Karmoshkasini doim aytib o'taman, to'g'ri kallasiga yarasha qilamiz, kichiradi. O'zi ko'rkam zo'r chiqdi. Hali bir tomosha qilib maza qilasizda kataydi. Ichida hayvoni bo'lsa umuman mazza bo'ladi. Darandalari bilan bo'lsa solib qo'yib. Manzilimiz o'sha Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Toshko'rg'is qishloq Shaboda +8 93 536 0631 telefon raqamimiz. Buni naqdchi deganlarga beraverasizlar, bir 600 ming so'mmi. Dastavkasidan tashqari chiroqli ko'rkam baquvvat chiqdi. Endi marta uni 2 ga 1lari bor. Mana 2 ga 1. Bu ham zo'r chiqqan. Bir 10-12 ta tovuq o'z ichiga olaveradi. Xo'roz kattalarimiz bor. 120 ga 85, 2 etaj bo'lingan, tevasida yana bitta bo'lingan joyi bor. Kaptaruyalar hamma yo'qdan bor. Kimga nima kerak bo'lsa, bemalol telefon qilaveringlar, yasab beraveramiz. Imkon qadar qo'limizdan kelsa. Kelganicha. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.